Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzumiz his-tuyg'ularimiz, ikkinchi dars. Darsning maqsadlari: ta'limiy maqsad o'quvchilarda his-tuyg'ular haqida tushuncha berish, salbiy his-tuyg'ularni jilovlash va ifodalash usullarini o'rgatish. Tarbiyaviy maqsad o'quvchilarda o'z his-tuyg'ularini, boshqalar his-tuyg'ularini hurmat qilish odatini shakllantirish. Rivojlantiruvchi maqsad o'quvchilarning og'zaki nutqini, fikrlashini va muloqot madaniyatini rivojlantirish. Bugun demak darsda qo'llaydigan metodlarimiz: ayt va his qil metodi, kayfiyat doirasi metodi, suhbat va munozaralar metodi. Darsni boshlashdan avval sizlarga savol bilan yuzlanmoqchiman. Bugun kayfiyatingiz qanday? O'quvchilar bu savollarga javob berganliklaridan so'ng darslikka yuzlanamiz. Diqqat o'quvchilar, quloq solamiz. O'zining va atrofdagilarning his-tuyg'ularini tushunadigan odam boshqalar bilan muomala qilishda aslo qiynalmaydi. Salbiy hissiyotlarini jilovlab, arzimagan narsaga siqilmay, kayfiyatni ko'tarib olishni o'rganishlari kerak. Salbiy hissiyotlarni jilovlash usullaridan biri ularning nomlarini aytishdir. Demak, bizga topshiriq berilgan. Darslikdan ko'rib turibmiz, to'liqsiz gaplar berilgan va nuqtalar o'rniga biz kerakli so'zlarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, o'quvchilar meni xafa qildi. Sizni kim xafa qilishi mumkin yoki nima xafa qilishi mumkin? Shunga qarab nuqtalar o'rniga so'z qo'yamiz. Misol uchun, do'stim meni xafa qildi. Jahlim chiqdi. Ularning gaplaridan jahlim chiqdi. Men g'azabdaman, chunki meni tushunishmadi. Men it hurganidan qo'rqib ketdim. Ularning xatti-harakatlari menga rosa alam qildi. Yomon xabarlar uchun kayfiyatim yo'q. Xo'sh, o'quvchilar, biz kayfiyatimiz buzilsa, ularni yashirib o'tirishimiz kerak emas, balki uni yaxshilash uchun harakat qilishimiz yoki kimlargadir aytishimiz kerak bo'ladi. Keyingi safar kayfiyatingiz buzilsa, uning nomini ayting. Shunda salbiy kayfiyatlaringiz ancha kamayadi. O'rtoqlaringiz esa sizni qo'llab-quvvatlash uchun iliq so'zlar topadilar, deya darslikda beribdilar. Xo'p, o'quvchilar, endi sizlar bilan kayfiyat doirasi degan o'yinni o'ynaymiz. Bu o'yinda siz darslikni qay darajada tushunganliklaringiz, salbiy va ijobiy kayfiyatlarni qay darajada ajrata oldingiz, tushundingiz, shularni aniqlash uchun amalga oshiramiz. Bu o'yinni o'ynashimiz uchun bizga doska kerak bo'ladi va turli yuz ifodalari tasvirlangan rasmlar kerak bo'ladi. Bunda yuz ifodalari doskaga yopishtirilgan bo'lib, o'quvchilarga o'qituvchi tomonidan gap aytiladi va o'sha gapga mos kayfiyatni tanlab ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Misol uchun, do'stingiz sizga yordam berdi degan gapni o'qituvchi aytdi. Siz bunda qanday o'zingizni his qilasiz? Do'stingiz sizga yordam berganda xafa bo'lasizmi, xursand bo'lasizmi, jahlingiz chiqadimi? O'sha doskadagi yuzlardan birini tanlab, shu gapga mos bo'lgan yuz ifodasini ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Do'stingiz sizga yordam berdi. Bunda albatta biz xursand bo'lamiz. O'shaning uchun quvonchli yuzni tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, darslikda keyingi varog'iga o'tadigan bo'lsak, salbiy hissiyotdan qutulishning yana 2 usulini sinfdoshlar bilan muhokama qiling. Har bir usulga misollar o'ylab toping, natijani guruhlar bilan almashing debdi. Demak, biz bu mashqni bajarishimiz uchun 2 guruhga ajralamiz va berilgan 2 ta fikrni o'zaro muhokama qilamiz va munozara shakllantiramiz. Bunda birinchi guruhga salbiy hissiyotning sababini aniqlang. Sababini aniqlay olsangiz, keyingi safar uning oldini olishingiz mumkin, deya fikr berilyapti va buni guruh o'zaro o'rganib chiqadi. Ikkinchi guruhga esa biroz harakat qilib kayfiyatingizni ko'taring. Har qanday vaziyatdan chiqishning albatta bir yo'li bo'ladi. Sizning vazifangiz uni topib,
holatingizni yaxshilashtir. Demak, ikkinchi guruhda ham bu ikkinchi fikrni yaxshilab o'rganadilar va ikkala guruhda o'rganib bo'lganliklaridan so'ng o'z fikr mulohazalarini biz bilan almashadilar. Xo'p, keyin bizga topshiriq berildi, ya'ni yana 3 ta savol berildi. Biz bunga javob topishimiz kerak bo'ladi. Quyidagi vaziyatlarga diqqat qiling. Bu paytda odamlar nimani his qilishini ayting, debdi. Birinchi savol: bizga nima ijobiy hissiyot beradi? Demak, o'quvchilar bizga nimalar ijobiy hissiyotlar beradi? Ya'ni yaxshi narsalar, do'stlarimizdan keladigan yaxshiliklar, oilamizda bo'ladigan iliq fikrlar bizga ijobiy his-tuyg'ularni berishi mumkin. Salbiy hissiyotni yengishda bizga nima yordam beradi? Bunda o'z ustimizda ishlashimiz yoki do'stlarimiz, o'rtog'imiz, ota-onalarimiz, yaqinlarimiz yordam berishi mumkin bo'ladi. Salbiy hissiyotni yengishi uchun birovga qanday yordam bersa bo'ladi degan savol beribdi. Bunda o'rtog'imiz agar xafa bo'lib kelsa, uni ko'nglini ko'tarish uchun iliq gaplar aytishimiz, kayfiyatini ko'tarish uchun biror bir narsa sovg'a qilishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi metodimizga o'tadigan bo'lsak, ayt va his qil metodi. Bu metodning mazmuni o'quvchilarda o'z his-tuyg'ularini tan olishi, ifoda eta olishi, his-tuyg'ularni boshqarish ko'nikmalarini shakllantiruvchi interaktiv metod hisoblanadi. Metodning asosiy maqsadi o'quvchilarni o'z hissiyotlarini so'z bilan ifoda etishga o'rgatish. Shu orqali salbiy hislarni yengillashtirish va ijobiy hislarni kuchaytirishdir. Bu metodda har bir o'quvchi ishtirok etadi. Bunda har biri o'z holatidan kelib chiqib, o'z kayfiyatlarini aytib berishlari kerak bo'ladi va yuz ifodalari bilan tushuntirib berishlari, ko'rsatib berishlari kerak bo'ladi. Bugungi mavzumiz tushunarli bo'lsa, o'quvchilar, sizlarga uyga vazifa: o'zingizga ishonchingiz ortgan, o'zingizni g'olib deb his qilgan paytlaringizni eslang. O'sha paytda kayfiyatingiz qanday bo'lganini qaysi so'zlar bilan ifodalay olasiz? O'sha kayfiyatni rasmlarda ifodalab ko'ring. O'quvchilar, e'tiboringiz uchun rahmat.